Audio Jungle.
Azizlar, diqqat qiling, fayzli to'y oqshomi davralariga kechamizning shohu malikalari, ibratbek hamda shodiyaxonlarni hammamiz birgalikda gulduros qarsaklaringiz ila davramizga to'ylar muborak sadolari bilan taklif qilib qolamiz. Marhamat. To'ylar o'ng bo'lsin, tabrikimiz baxtli bo'lsinlar, farzandlari ko'p bo'lsin. Yoshlar tabrikimiz baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarinlar, farzandlaringiz ko'p bo'lsin. To'ylar muborak, ey yavrujon, to'y xona bo'lsin, har xonada moya
Assalom dunyoni yaratgan Alloh. Assalom Muhammad bizga panohkor. Assalom borliqqa nur bergan quyosh. Assalom sizga ham qadrli yurtdosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum piru badavlat otaxonlar, munis va mo'tabar onajonlar, uzoq va yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, barchalaringizga xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deymiz. Azizlarim, sizlar bilan bugun mahallada elda o'ziga yarasha obro' e'tiborga loyiq bo'lgan xonadonlardan birisi Mirzabek akamiz hamda Zumradjon opalarimiz xonadonlarida ularning sevimli farzandlari Ibratbekning nikoh oqshomlari munosabati bilan siz azizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Shunday ekan, avvalambor Zevarjon onamizga, Sonajon onalarimizga bugungi to'y, bugungi shodiyonalar muborak bo'lsin deymiz. Chin qalbimizdan qutlab qolamiz. Mirzabek akamiz, Zumradjon opalarimizga ko'zlaringiz oydin, to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim xonadonlaringiz hamisha to'yxona, murodxona bo'lsin deymiz. Qutlug' bo'lsin sizga to'ylar. Jannat gulzoridan joylar, orzulab aytgan bu to'ylar orzuli to'ylar muborak bo'lsin. Qolaversam, Ergashboy akamizni, Dilshodbek, Sherzodjon akalarimizni, shu to'ylara bosh-qosh bo'lib, yugurib yelib xizmatlarda turgan Tohirjon akamizni, Yarashboy akalarimizni bugungi shodiyonali kunlari bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod qilib qolamiz. Ko'zlaringiz oydin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Nazirajon, Gulzirajon ammalarimiz ham, Sayyoraxon, Nargizaxon, Zuhrajon xolajonlarimizni ham chin qalbimizdan samimiy qutlab qolamiz. Yoshlarimiz ilohim baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarasinlar deymiz. Azizlarim, hurmat va ehtirom ila fayzli to'y oqshomi davralarini ochib berish uchun mikrofon qarshisiga elda aziz, elda tabarruk insonlardan birisi Mangliboy akamizni chorlaymiz. Fayzli to'y oqshomi davralarini ochib berishlarini iltimos qilib qolamiz. Marhamat Mangliboy aka, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz mahalladoshlar. Mana bugun shunday bir yaxshi namunali o'zining mehnati bilan, o'zining bir xulq-atvori bilan bir tanilgan mehnatkash oila, dehqonlar oilasida tug'ilgan shunday bir yaxshi oilalardan biri Xudoybergan oplar sulolasida shunday bir yaxshi kun bo'lib turibdi. Bu yaxshi kunning sababchilari shu ikkala yosh. Bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz, qo'sha qarisinlar deymiz. Ilohim kelgan gelin shu Xudoybergan oplarga, qishlog'imizga, qarindosh tug'onlarga, butun elatimizga xizmatlari buyursin. Shuning bilan bugungi Mirzabekni, Zumradni ko'zlaringiz oydin to'y gelin bilan tabriklaymiz, qo'sha qarinlar. Ilohim shu gelinning aqtiqlarini sevib, o'ynab kulib o'tirgaysizlar. Şu yerda yana Mataqib oplardan tabriklayman. Ko'zlaringiz oydin deyman. Xo'janaz oplardan ko'zlaringiz oydin tabriklaymiz. Qolaversa butun qishlog'imizga ko'zlaringiz oydin tabriklaymiz. Yana bir bor to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. To'y dasturxonlaridan noz ne'matlaridan tanavvur qilaverasizlar. Yeb ichib, murqib, dam olib, o'ynab kulib, yine san'atkor ukamiz, xushovoz san'atkor Sarvarbek boshchilik bir guruh san'atkorlar xizmatingizda. Sarvarbek, size işlerinizde ahmet. İlahim şu sanatınız bilen bütün dünyaya tanılıp usta sanatkarlar diye büyük ol bilgeyiz. Küçük kuvat dilimiz. Ese yine bir bar hem menge küçük kuvat, Xudayım şu toyla açıkta bir elan kılamız. Naz nimetlerden tenavvur kılıp yiyip içip mırkıp dem alasılar. Şöyle indi bir eldinden çekmem bu sapa. Ortaklayın şu Xudoybergan oplar, Mataqib oplar. İkinin ağillerinden başkiden bala kemidi, ikingen balana uşaq otur. Yine alayın ne bu balana? Pezilet. Özümkinden tamam bir. Al pezilet balana. Nilüfer Xo'janazova, senin en balanı yürüyediyene. Alan şu balanı uşaq eldin. Taptan dirde olsa tap azı.
Allah Mekke'miş oturaşaldı. Yığınlaştırın az emmi. Rahmet, hemmenge Ahmet, şüküvat, gayret etip tınlap mırkıp demal öylesine. Rahmat Mengliboy aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Bildirgan samimiy dil izhorlaringiz hamisha hamrohingiz bo'lsin. To'y inson umrining ajoyib lazzatli ona. Shu kunga yetganning yo'qdir armoni. Marhabo do'stlarim, to'yga marhabo. Sizga muntazirdir bugungi to'yxona dasturxoni deya azizlar, barchalaringizni to'y dasturxonlarimizga taklif qilib qolamiz va davramiz to'rida turgan baxtli kelin kuyovlarimiz guldek nozik qalbingizda muhabbat gul ochibdi. Alloh sizga juftlashmoqlik nasibasini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir, mo'tabardir, ulug'dir. Uni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdi. Shunday ulug' ayyom kuni birlashibdi yo'lingiz, siz doimo ota-ona xizmatida bo'lingiz deymiz. Ilohim baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Kelajakda solih farzandlarning sevimli otasi va onasi bo'lib yurishlaringizni yaratgan egamdan tilab qolamiz. Chiroyli ta'zimlar ila oltin o'rindiqlaringizni egallashlaringizga ruxsat beramiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Azizlarim, bugungi fayzli to'y oqshomi davralari shodiyonalarini Tanho Media studiyasining professional ijodkor yigitlari DVD disk foto albomlarga muhrlab boradilar. Bu yigitlarimiz ijodlariga ham ulkan zafarlar tilab qolamiz. Bugun badiiy sahnamizda o'zining sho'x sozi, jo'shqin ovozi ila barchaning qalbidan joy olgan iste'dodli, mahoratli san'atkor Sarvarbek Nurillayev xizmat qilishga shay bo'lib turibdilar. Navbatni Sarvarbek akamizga berib qolamiz. To'ying chog'ida men Shabbodadan ilhom olib kuyladim. Qo'shiqlarim elimga manzur bo'lib yoqarmi deb o'yladim. Gar xonishim yuraklardan yoqqan bo'lsa elimga, kuylayveray, madad ber deb men Xudodan so'radim. Azizlar, sizlar uchun iste'dodli san'atkor Sarvarbek Nurillayev kuylaydilar. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, siz ham ishlaringizda rivoj tilaymiz. Avvalambor, assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsinlar, farzandlari ko'p bo'lsin. Shurdagi insonlarning uylarida mudomki yaxshi kun to'y bo'lsin. Har kun to'yda uchrashqaymiz. Hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'ldan kelgancha bir jup ustoz san'atkorlar aytib o'tgan kursdan aytamiz. Keyin navbatni sho'x qo'shiqlara baravaramiz. Ammajonlar, xolajonlar, qarindoshlar, sinfdoshlar jo'shib o'ynayverasizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Marhamat. Pencereden mayul makan ya Yar karau gözleri Netler benden Şirin canım şkuğunu Karau yakan ya Yar karau gözleri Netler benden Canım kara gözleri Netler benden
gözleri natlar menden canım kara gözleri natlar menden Sahar yırtağına turiyye bakın Meryana Hani yarını görmesem Haram ermağına Eğer yüzüm düştü kaldım heyrana Yar karav gözleri natlar menden canım karav gözleri natlar menden Gözlerince ağlattır Alar canımni Kipriğin neşterdir Tüker kanımni Sen tınesen men bir Harip canım ni Yar kara gözlerin Netler menden Mümkün köylü değil Gitmez güman aldı Bülbülünü köylü değil Gülünü güman aldı Seyahat ham ravziyiz Gürü hayali Yar karav gözlerin natlar menden Canım
Gözlerin natlarma Yürümegen işlerin ketse yürüşüp Yürümegen işlerin ketse yürüşüp Otursan kaşından tükke turuşup Tuansan pinhana lebin buruşup Tuansan pinhana lebin buruşup Etrafin yüregen Teyyarlar az mı yıkılsan külüşke Teyyarlar az mı etrafın yüregen Teyyarlar az mı yıkılsan külüşke Teyyarlar az mı Barstim itinni sizler Dost mu düşman mı bilmeysen gizler Yo'lingdan urushni poyini izler Yo'lingdan urushni poyini izler Etrafing yuragan ayyorlar ozmu Yıkılsan kulishga tayyorlar ozmu Etrafing yuragan ayyorlar ozmu Yıkılsan kulishga tayyorlar ozmu Yamona çıkarıp yana özünü Yamona çıkarıp yana özünü Etrafın yuragan ayyorlar az mı Yıkılsan külüşge tayyorlar az mı Etrafın yuragan ayyorlar az mı Yıkılsan külüşge tayyorlar az mı Yıkılsan külüşge tayyorlar az mı
Mestağına yürgençe gayrı yurtlardan Mestağına yürgençe gayrı yurtlarda Önümüzgen öz yurtundan ayrılma Ölmedim bir keklik dinlepsin yolunda Dama düşüp kanavutundan ayrılma Dama düşüp kanavutundan ayrılma hiç ayrılma O mertlere mühemmeslerini açarlar Tamamın yiyip işin bulsa kaçarlar Sırrını faş etip ayıbın açarlar Telim bergen ustazından ayrılma Telim bergen ustazından ayrılma hiç ayrılma Ya dağlarını künlü şalıklı ister Dağlarını künlü düşmanlık ister Be kadınlar yalgan sözünü rastlar Kadrın bilgen ülfetinden ayrılma Kadrın bilgen ülfetinden ayrılma hiç ayrılma Ama düşüp kanavutundan ayrılma hiç ayrılma Helim bergen ustazından ayrılma hiç ayrılma
Hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'ldan kelincha bir jup ustoz san'atkorlar aytib o'tgan qo'shiqlardan aytdik. Xo'p bo'ldi, pes qo'yamiz. Xudo xolasa. Baribir bugun to'y o'ynash kerak, kulish kerak. Aytamiz desak qo'shiqlar ko'p, lekin vaqt Bariatr arena qarab shu uchun navbatni sho'xuna beramiz. Hamma jonlari, xalajonlari, qarindoshlarini, sinfdoshlarini bugungi to'yga o'ynayman, kulaman deb barchani bir jup sho'x raqslarga taklif qilamiz. Sho'x navolardan davom etamiz. Marhamat, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sal pasroq qo'yadi Shahzodbek. Sen üçün tutarımını çırtıp versem ne desene. Oynasan şoğundan aytıp versem ne desene. İnanmasan güzelim sana gönül koyulanıma. Koluna yüreğimni yulayıp versem ne desene. Eline yüreğimni alıp versem ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Koluna yüreğimni yulayıp versem ne desene. Ne desem hem dildemin vay vay menir desene. Seni dep damarımda işk atadı kanım bilen. Bir dünür oynak gözem sen değil erkek hanım bilen. Könlünden halide beca kılın canım bilen. Sen melikem ben sana sultan bozam ne desene. Sen melikem ben sana sultan bozam ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Sen melikem ben sana sultan bozam ne desene. Ne desem ben dindemin vay vay menir desene. Can dilimni yeyretip kıramarın ezberedi. Oynasan tutarım andır boşkaça ses veredi. Gözüne baksam buldu kaynak ilhamım geledi. Oh desen sen bilendir icap kılsam ne desene. Oh desen sen bilendir icap kılsam ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Oh desen sen bilendir icap kılsam ne desene. Ne desem hem dindemin vay vay mendir desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Ne desen ne desene, ay güzelim ne desene. Melikem könlün hemen sultan bozsam ne desene. Ne desem hem dindemin vay vay menir desene. Davom etamiz yine sho'xlar bilan marhamat. Bir aylanıp adırga Kelemiz birga Yaningdan ketkim kelmas Vayta cho'milib atsana turga Mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuragimga ishqni joyladi Voy mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuragimga ishqni joyladi Chiroyda sen tengi yo'q Endi halovatim yo'q Bu nima yurishanda Voydat o'ylagini yengi yo'q Mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuragimga ishqni joyladi Voy mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuragimga ishqni joyladi
saf qilib sizil Yanoqlaring qip-qizil Dudoqlaring qip-qizil Jinni qilasan vaydab salin saf qilib sizil Mast ayladi sarmast ayladi Mening yuraginamga ishni joyladi Voy mast ayladi sarmast ayladi Mening yuraginamga ishni joyladi Voy dod Şuqları sizlere çok. Ana karındaşları boş açmanlar, toylar onlara versin tebriklimiz. Bilip durun görüşkende gözlere düşkende Bilip durun görüşkende gözlere düşkende Koşayıp oturman yine sağınıptır görüşkende Koşayıp oturman yine sağınıptır görüşkende Aslan yürüyüp gelin açılışıp gülüp gelin Aksız ne de yandı yürek sağınanın bilip gelin Aslan yürüyüp gelin açılışıp gülüp gelin Aksız ne de yandı yürek sağınanın bilip gelin Zıra can sana kurban Hayırın bulinme neyle süreceğim Zıra can sana kurban Hayırın bulamam neyle süreceğim Naneler eyle melekке baktım Erman oldu da yüreğini yaptım Senden ayrılıp kulum kayrılıp Sandıkta esir deryada aktın Senden ayrılıp kulum kayrılıp Sandıkta esir deryada aktın Zıra can sana kurban Hayırın bulinme neyle süreceğim Zıra can sana kurban Hayırın bulamam neyle süreceğim Aklını aldan koklara sallan Aklını aldan ey koklara sallan Kalbimde kalan şal senemim gel Kalbimde kalan ey şal senemim gel Gel ah alemim gel Garibim ben ey şal senemim gel Gel ah alemim gel Garibim ben şal senemim gel Ara bu çalışma. Toylar tebriklimiz toylar olsun. Yandım sallanıp hem de ağrınıp Yandım sallanıp hem de ağrınıp Yürüme tartını be gel güzelim gel Yürüme tartını be gel güzelim gel ah alemim gel Garibim bana şah senemim gel Gel ah alemim gel Garibim ben şah senemim gel Aman oynalı, lezgi çalıp oynalı Aman oynalı, lezgi çalıp oynalı Oynamala kalmasın devrenizde oynalı Oynamala kalmasın şu devrede oynalı Oynadılar dermanda, oynamadan ermanda Oynadılar dermanda, oynamadan ermanda Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş içer Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş içer Aman oynalı, lezgi çalıp oynalı Aman oynalı, lezgi çalıp oynalı Oynamala kalmasın devremizde oynalı Oynamala kalmasın şu devrede oynalı Ana boşaşıyor. Kara yüz baktım ana, nazladım yattım ana Kara yüz baktım ana, şuna
Kara yüz baktım ana razladım yattım ana. Kara yüz baktım ana şunu azladım yattım ana. Başlarına maktasam yüzleri tarif mi? Mazlarına oynasam sızları sarf mi? İncileri dizim dizim Zerre kumar eder mi? Nazlı işkın gaman kızım niyaret er mi? Başkalarını göydirir at düşün ayrılık. Kara yüz baktım ana nazladım yattım ana. Kara yüz baktım ana şunu azladım yattım ana. Kara yüz baktım ana nazladım yattım ana. Kara yüz baktım ana şunu azladım yattım ana. Xorazm nazgisi bilan davom qilamiz marhamat.
sağ olunlar, salamat olunlar. Həmmənə də yaxşı gün toy olsun. Ey rahmat, aferin, tasanno, Sarvarbek aka, ovozingizga ovoz, sanatingizga sanat, bundan keyingi ishlaringizga ulkan parvozlar tilab qolaman. To'y kuni aytilgan tilaklar yaxshi. Nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. Bo'lgaysiz hayotning muazzam naqshi. Shodiyonali kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Azizlarim, demak, Mirzabek akamizga, Zumratjon opalarimizga, Zevarjon anamizga, Sonajon analarimizga ko'zlaringiz oydin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Chin qalbimizdan samimiy qutlab qolamiz. Dam so'z, dam suhbat deganlaridek fayzli to'y oqshomi davralarining tabrik qismiga ham mana navbat yetib keldi. Bugun ushbu sulola vakillarini barchasini shodiyonali kunlari bilan chin qalblaridan o'zlarining yaxshi niyatlari ila, chiroyli dil izhorlari, tabriklari ila uzoq va yaqindan aziz mehmonlarimiz tashrif buyurgan. Shunday ekan, ilk so'zlarni ushbu xonadonning yaqinlari, qadrdonlari nomlaridan Xudashkur akamizni qalb so'zlarini, dil izhorlarini tinglab qolamiz. Xudashkur akamiz bormilar davramizda? Otasiyu onasiga bersin mehrini, kerakmas ularga xayr va ihsonlar. Bossin shunday kunga o'chmas muhrini, tilaklar bildirsin aziz mehmonlar. Marhamat Xudashkur aka, xush kelibsiz davramizga, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, har bir bosib kelgan qadamlaringizga Alloh taoloning hasanatlari olsun. Yine Dehqon bozor qishlog'ining eng bir nominali o'zlarining xizmatlari bilan xizmat etib, elga tanilgan, minnatlari bilan obro' topgan insonlardan bu Xudoberdiyev so'lalasida to'yi bugun hammamiz shuna qo'shilib o'tiribmiz. Yine bu to'yning bag'asini o'zi davraning o'zi beradi o'rtoqlar. Davraning o'zi shu to'yga baho berib turibdi. Shu yaxshi to'ylar uchun, insonlar yaxshi xizmat etganlari uchun. Bular bizlarning hammamizning endi qilishgan aytib o'taveramiz. Ullolar deydilar, ullolarning to'yi bu. Shuning uchun davra shunday yaxshi gullab turibdi o'rtoqlar, ullolarning to'yi uchun. Yine qaraversa shu avval o'tganlarni yodlab o'tamiz bu yerda. Razo akam, Foshapami, Ozodni, Rimbo akam o'tganlarning yotgan yeri yoqdi, iymon umri shaxsda jannatda bo'lsin, ikki dunyoning saodatidan musharraf qilsin bo'lardi. Razo akam keladigan bo'lsak, Razo akam armiyadan kelib ishini Urganchdagi vokzalni montajından başlagan. Öyle adam bunu montaj etmeydi onu. Şu vokzalni montaj etken adam Razo akam, bunday montor yok edi. Qolaversa Paşapamam hizmet shunday. Paşapamam şu Dehqon bozorda qassa oila bo'lsa xizmat etib, o'zi xizmat etib o'tgan insonlardan. Mirzo, seni Xudo qilsa shu kelin bilan tabriklaymiz. Davlat oyog'ina sho'lashib kelgan bo'lsin. Baxtli taqli bo'lsin. Shulardan Xudoyim farzand aqti ko'rgetsin, shu aqtiqlar Al-Harazmidi, Al-Benudi insan bo'lsin. Matematikani nolni topgan bo'lsa, sening aqtiq sho'liqlaring ham nolni topadigan bo'lsin. Al-Benudi 28 yilda 29 ish etgan, olimning ishini etgan, shu darajada olim bo'lsin. Dinga keladigan bo'lsa, qori Qur'on bo'lsin. Qori Qur'on bo'lib, shu islom ilmine xizmat etsin. Qolaversa, masjidlarga imom bo'lsin. Masjidlarda imom bo'lib, har kun 5 vaqt namozini o'qib berib, Seydüleylem hecil mesakin günlerinde halka cuma namazını okup versin. Yine şunun bilen birge şurada heci bala oturttu, senin dayına oturttu. Atacan heci oturttu, meşeri heci oturttu. Sen mübarek olsun, gelin kulluk olsun heci bala silegen. Şunu toylar versenmekte nasip etsin. Ortakta çalkozun iktisadını kötergen insan razı eken hemmemizim. Bize Dehqon bozorlar üzümden menfaatlengenimiz, iktisat kötergenimiz. Bundan keyin hemmeniz bir tondan emas 50 tondan üzüm köterip dünyaya evvelem şu Bağat'ın şanını kötergen Dehqon bozorlardı. Bağat kimine qırat dedi. Indi Xudo qalasa özlemizkini açtılar, Dehqon bozornikini açtılar. Şunda toylar hemmenize veriş nasip etsin. Xudo qalasa bu hafızlarımız ham bu işte bocak balanın özü evvelinden ma'lum deydi, hafızımız ham hafız. Eğer Demetrov'dan ekeniz bocak balanın deydi, bu nesinden ma'lum deydi. Xudo qalasa Kamiljon ekening ses kelib turibdi, Kamiljon ekenisi. Kamiljon eken diye atından Xudashkur diye artık atırlarla boğaysız. İndi bir size aytadigan gapim var. Babamuratlar, atından Xudashkurlar artık açarlar. Eşlu aytganda ovqatga xalqqa taom tartılgan vaqtında 4 dana suara aytadilar. O'sha ovqat tartgan vaqtında Xudo qalasa 2 3 suara aytib bering.
Bu yerda xatlar var, xatlar. Bular yosh qiz emas. Bu qoshini bo'yagan bilan bular hammasi 70 yoshda. Bular ham so'ra ishladi. So'rani ayting bundan keyin. Bular xatlar hammasi 70 yoshda bular. Xudo xolasa shunday kunlar hammasiga nasib etsin. Suxanda. Endi Suxandan qizimiz bor. Suxandan qizimiz Xudo xolasa borku, hozir 18 yosh bo'lib turib bo'lsa, 100 emas, 100 ga kirganda bundan shu ikki Suxandanga agar mukofot berilsa dunyoda, biri nasib etsin. Biri bo'lsam o'zingizga nasib etsin. 125 yoshda 15 yosh bo'lib to'y sovush nasib etsin. Hammangizga to'y muborak bo'lsin, qulluq bo'lsin, dehqon bozorli bo'lib yashash hammangizga nasib etsin o'rtoqlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Bildirgan yaxshi dil izhorlaringiz, tabriklaringiz hamisha hamrohingiz bo'lsin. Farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring ilohim deymiz. Azizlarim, endi Mirzabek akamizni sinfdosh do'stlari davrasiga yuzlanamiz hamda Anvarbek hamda Murodjon akalarimizni dil izhorlarini, tabriklarini tinglab qolamiz. Anvarbek hamda Murodjon akalarimiz. Belimdagi quvvatim, salobatim, savlatim. Alloh bergan davlatim, oshnalar, og'aynilar. Asosiysi keragi, tilakdir do'st tilagi. Boshlanar do'st tilagi, oshnalar, og'aynilar deya Anvarbek aka, Murodjon aka, xush kelibsiz davramizga, marhamat, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Mana bu kunimiz Mirza Zo'ramizning kelinalatir ekan. Men shu xursanddan foydalanib shu farzandlarimizga baxt tilayman. Xudoyim shular qo'sha qarisin. O'zlaridan ko'paysin Xudoyim. Eshitib turibdi. Mirza Zo'ram, Xudoyim shu garingni xizmat sana buyursin. Havo Xudoyim shu umrlar uzoq bo'lsin. Qo'sha farzand bersin Xudoyim. Xudoyim shu indigi farzand ko'rganda bundan ham yaxshi tiyib o'tirish nasib etsin. Hamma. Shu gelinning Mirzo xizmati buyursin. Xudoyim mehmonda to'ylo'g'ay. Rahmat Murodjon aka, rahmat Anvarbek aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring deymiz. Kelasi yil mana shu kunlardan sal burroq ushbu sulola vakillarini, barcha qavm qarindoshlarni, Mirzabek akamizni qo'shaloq nevaralar bilan tabriklab, beshik to'ylarda diydor ko'rishish barchamizga nasib bo'lsin deymiz. Xush kelibsizlar davramizga. Azizlar, yana fayzli to'y oqshomi davralari davom etadi. So'z so'zlagan do'stlarni, qavm qarindoshlarni, barchani yana chiroyli kuy va navolar ila davramizga taklif qilib qolamiz va yana navbatni san'atkorlarga beramiz. Marhamat. Rahmat, sağ olunlar, salomat olunlar. İnan chiroyli gaplar bo'ldi. Bizlar ham qo'shilamiz. Yoshlar baxtli bo'lsinlar. Hamma uyda yaxshi to'y bo'laversin. Qo'ldan kelishi yana bir jup ustoz san'atkorlar aytib o'tgan qo'shiqlarni aytamiz. Keyin osona yana sho'xna baraveramiz. Hammaga yaqin ishtaha tilaymiz. mehmon ekanin bilmedim. Ben de canım neçe gün mehmon ekanin bilmedim. Öttü ömrüm mağdalıl devran ekanin bilmedim. Öttü ömrüm mağdalıl devran ekanin bilmedim.
Okumadım məlum kitabım Katta olimlar bilan Okumadım məlum kitabım Katta olimlar bilan Ol kitabım an aldı da Destan ikanin bilmedim Ol kitabım an aldı da Destan ikanin bilmedim Neçe yakşılardan bir yaman payda bulunur Neçe yakşılardan bir yaman payda bulunur Ol yamanın denesinden mevcurgen derya kurunur Ol yamanın denesinden mevcurgen derya kurunur Belki avdanlık bilen kurdum imaret büyüni Belki avdanlık bilen kurdum imaret büyüni Ol imaret ahırı hayran ikanin bilmedim Ol imaret ahırı hayran ikanin bilmedim ha Salamet olayım Sağ olun, salamet olun, rahmet Azizlar, mana dasturxonlarimizga O'zbegimning shirindan shakar taomlari tortildi. Ushbu taomlar haq hurmati bir chiroyli duolarni qilib olamiz, keyin yana fayzli to'y oqshomi davralarini davom qildiramiz. Amin elhamdülillahi rabbil alamin. Yemiş takam ağzımıza açık vakit koşul. Koşkallarımdan koşacak karşısın nikahları ebedi olsun. Hemmenin üyünde yakışıklı olga Kudayım bismillah. Amin. Allahu Ekber. Rahmat bildirgan samimiy dil izhorlaringiz ilohim Allohim dargohida qabul bo'lsin deymiz. Farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring. Tog'larning boshini qoplab yotar qor. To'y bo'lsa hammaning ko'nglida bahor. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ibratjon ekan, to'ying muborak. Alloh nasib etgan yoring muborak bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz chin qalbimizdan. Ilohim baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar deymiz. Audio Jungle.